Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Yangi qo'shilayotganlarga xush kelibsizlar. Hamma super ota deydi. Ismim Miraziz, yoshim 33 ga to'ladi, xudo xolisa. Farzandlarimni ko'rasizlar videolarda. Endi negativ yozayotganlarga aytaman, o'z ahamiyat bermayman-ku. Bu Instagram yurg'izishimdan maqsad oiladagi muhitni, bir-biriga mehrni uyg'otish, o'rgatish emas. Kerakini odamlar oladi, o'rganayotganlar kattakon rahmat deyapti. Sizlarga qarashmasam ham ishdan kelib sal bolamga qarayapman yoki dam kunlari ovqat qilib beryapman yoki aylantiryapman. Bir xil xotin qo'li deydi, boshqa deydi, bir xil bir nima deb karillaydi, richkasiga yozsam haligidek bo'lib yotibdi. Mani formam ham joyida, sportdan ham xabarim bor. Umuman hamma narsani qoyillatib qo'ygan odam shunaqa spokойный jim yuradi. Bunaqa kar qilmaydi. Xullas shunaqa, faqat yaxshilikni qo'yaman, yaxshilikni o'rgataman. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Foydali, kerakli video bo'layotgan bo'lsa juda ham xursandman. Hammanglarga rahmat kattakon.